Mana shunda bittadan like bosib, podpiska bosib, obuna bo'lib qo'yib, mana shu bizni chiqarayotgan arzon qo'ylar, xudo xolasa birinchilardan bo'lib kanalda aloqadamiz. Bir dona oladigan pensionerni yig'ib tahlab qo'ysa, o'g'lim telefon qilib bitta so'g'li bitta qo'chqar jo'nat deysa, aytilgan narxlar muhim emas. Saroyimizdan chiqdim deysa, yana ozginadan xayrga beraman dedi. Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari mana shunday iqtisodiy qo'zi, qo'chqor, sog'liq ishqibozlar. Akalar, bugun biz sizlar uchun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariqishloqda akalar, xudo xolasa kanalimiz mehmoni akalar. Muxtorjon akamizda qo'yqor akamiz bu yerda sotiladigan akalar, sariq qo'zi, qo'chqor, sog'liqlar bor ekan. Bular haqida to'liq ma'lumotni Muxtorjon akamiz o'zlaridan berishga harakat qilaman. Albatta videoni oxirigacha ko'rib, bir donadan like bosib ekan, kanalga ham obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmaysiz ekan. Bo'lmasam biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum. Keling. Muxtor aka, sizmisiz, charchamang. Sizmisiz? Saroyimiz obunachilar, bizni muntazam kuzatayotgan aka-ukalar. Bugun xudo xolasa kanalda yangimiz, kanalda xudo xolasa trendini osmonga ko'taramiz. Mana shunda bittadan like bosib, podpiska bosib, obuna bo'lib qo'yib, mana shu bizni chiqarayotgan arzon qo'ylar, xudo xolasa birinchilardan bo'lib kanalda telefonlarimga borib turadi. Borib turadi aka, bitta videoda oldidan o'zingiz davolang. Kanalda yangisi aka, narxlarni bo'ladigan qilib, xudo xolasa arzon qilib. Mana yangimiz Nuriddin, xudo xolasa bunaqa narxda qo'ymagan bo'lsangiz kerak, hozir mana o'z obunachilar o'zi yozib borishadi. Arzon bo'lsa arzon deb yozib qo'yinglar, xudo xolasa bundan ham arzon qilib beradi. Bundan ham arzon qilib berasizlar. Xo'p. Demak aka, bu yerda soni nechta? Bu yerda soni Nuriddin 16 dona. Soni 16 dona. Nechtasi sog'liq, nechtasi qo'chqor aka? Nuriddin mana qo'ylarni ko'rsating bir qator olib. 9 tasi irg'ochi. Mana shu ikkita borlar, ikkita kraskadan qo'yib qo'yganlarim irg'ochi. Mana shular akalar irg'ochi ekan. Mana bular qo'chqor mana Nuriddin. Qo'chqorlarni ham yebichi xudo xolasa aka sinovda o'tgan o'zi qonunlar ham mana akalar ko'rib turgan bo'lsa chiqib turibdi xudo xolasa. Qo'ylarni ko'ring mana inshaalloh. Qo'ylar xudo xolasa simjun. Gullari ham o'ta toza edi, og'iz tashab kanalidan tozalab dehqonga tayyor qilib qo'ydim mana yemlashga. Yemlashga ozgina akalar yemni berib tursa inshaalloh o'zgarishga ketaveradi variantlardan ekan. Xo'p aka, yosh oyliklari qanaqa? Ularning yosh oyliklari Nuriddin 4 oylik. 4 oylik u yoq bu yoqdan qo'zilar. To'liq ma'lumotni dehqon aytgan gapiga qarab beramizda. Bu yolg'on yashiga aralashmaydi. 4 oylik atrofida, 3 oydan o'tgan variant. 3 oydan o'tganligi 4 oylik atrofida, 4 oylik plus minus. Xo'p, yemoq ichmog'i 100% garantiya sinalgan. Qancha garantiyasi uylarga borgandan keyin yemoq ichmog'i? Uylarga borganda hayvonga xudo xolasa molni bir hafta sinab beraveramiz. Yemoq ichmog'i kasal kusalidan, lekin bo'rtirib sindirib qo'yishi u joni Allohniki. Biz nimasini beramiz. Yeb ichishiga bir hafta xudo xolasa kafolati bor akalar. Uylarga borgandan keyin. Men qarang Nuriddin mana. Qo'chqor damini berar ekan, xudo xolasa. Qo'chqor damini beradi. Mana agar bu qadar baho berib qo'yinglar. Zotini yangilab olaman deysa, uzunligini ham ko'ring, dumbalari ham tikka. Nasib olishga metaveradigan qo'zlar ekan inshaalloh. Aka, endi bo'ladigan narxini aytib ketaveray. Videoni ko'p cho'zmang aka. O'zingizda oldin videoda boshida bo'ladigan qilib, qo'lda beraman. Mana bismillahirrohmanirrohim. Siz boshi barakani olib beravering. Ko'pchilikni qo'yliq qilib qo'ying, xudo xolasa siz orqangizdan ham duoңizды qilishaveradi. Bizni ham duo qilib tursin, arzon olib kelamiz. Nuriddin bir joyda olsa, qadalgani 2.350 mingdan qo'chqor sog'lig'ini beraman. Agar sog'liqni o'zini olaminsa 2.300 mingdan. 2.300 yana xayraba o'tib beraman. Barakasini bersin. 2.350 ming so'm akalar qo'chqorlar 2.300 mingda o'zidan akalar mana shu ikkita endi turganlar mana shular akalar 2.300 ming so'mdan ketaveradi. Lekin hammasi shu dangillab turibdi. Biratda ichida kasal kusali yo'q, xudo xolasa. Sinov olishdagilar kasal kusaligi ham bir hafta sinov barakalar bo'ladi ham sinov olsa. Xo'p, demak bularni ham akalar ikkinchi partiya bundan ham pul arzon, xudo xolasa Muxtor aka. Xudo xolasa, men qarang, telefonda o'chirmay tursin. Bundan ham arzonlari bor, xudo xolasa. Uzoqlamay turinglar, zaryadkaga qo'yib, cho'ylarni bir piyola ichib turinglar. Saroyimizda hali xudo xolasa trendga olib chiqamiz. Xudo xolasa qo'ylarni sizga beraman. Sizni ham ishingizni yurib. Barakasini bersin. Qo'ylarni aka arzon qo'yib tursangiz bo'ldi, obunachilar ishlab tursangiz bo'ldi akalar. Obunachilar uchun ishlaymiz. Inshaalloh, Alloh ko'ringan mashallah. Yangilayapti, bir piyoladan kepagini beray, maza qilib boqadigan. Maza qilib boqadigan inshaalloh. Yo'qmasa akalar bularni ham puli arzon ikkinchi partiyaga o'tiraveradi. Men qarang, o'chirdimmi? Nima deyapsiz aka? Men qarang.
Agar bir joyda olaman desa 2 million 300 ming so'mdan eshigiga 16 tasini to'kib beraman. Dastlabki Samarqandgacha. Barakasini bersin. Dastlabkasini esa o'tib ketmaymiz aka. Samarqandgacha besplatni ketaveradi. Besplatni xudo xolasa dastlabkasini qilib beraman. Ukar vaksinalarni ham emlab beraman. Dehqonlar hech narsa qilishmaydi. Xudo xolasa Shunda olib borib yem berib tursa bo'ldi. ukar vaksinalarni ukar video qilib tashlab beraman. Menga ikkita bitta kerak deysa ham aloqaga chiqish olsin, ishlarni bitirib beraman. Bitirib beraverasiz. Bitirib beramiz xudo xolasa. Demaklar, bularni ham ikkinchi partiyaga o'taveramiz. Hurmatli obunachilarimizga, akalar, ikkinchi partiyamizga suyakli variantdan so'rag'anlarimizga ozgina yemni berib o'zim tarbiya olaman degan ko'klarimizga inshaalloh bulardan ham chiqdi. Aka, beda soni nechi bosh? Beda soni 20 ta bo'ldi. Soni 20 bosh. Hop, sog'liq ham bor ekan-a? Ikkita. To'rttagilar sog'liq bor ekan. Adashmasam, mana shu endi og'larda yana ikkitasi insist bo'lishi kerak adashmasam. Hop. Yoshlar aka. Ular 3 oylik atrofida Nuriddin. 3 oylik yo'q-yo'qdagi qo'zilar. Bir oydan farq qiladi, lekin suyakli variantlardan akalar. Boqsangiz, sutdan ajrab inshaalloh pilis ko'radiganlar ekan mana. Sog'liq. Mana qorilib bo'lganda qo'ydi qarang, dangillaydi jonivar. Maşallah. Sog'liq ekan mana shu. Ha, irg'achi bular. Bunisi irg'achlar. Hop. Aka, bo'ladigan seriyasi ikkinchi partiyamiz, oxir partiyamiz-a bu? Oxirgi partiya. Bo'ladigan qilib narxini. Nuriddin buni Obunachilarga 150 soti yeri bor dehqonni qo'yi. dalaga qo'yib yuborib, Ha, berib bittalar kechqurun chiroyli qilib 50 kun boqib tursa mana qurbonlikdan keyin qo'ylar ham bari ozgina o'shatdan tushmaydi orqaga boqadigan qo'y. Chunki semizini chiqarib 10 mingga tashlaydi. Ana bularda xudo xolasa mash qo'ylarni hozir qo'yayotgan narximda o'zim ham qidirib borib o'shatdan qo'y tug'ib kelardim. Nuriddin akalaridan mayli nimasi yo'q, mana qo'lingiz. chiroyli qilib aka. 2 million 200 mingdan 100 mingdan kam bo'ldi. Sara yuzga u 50 mingdan gapirilmaydi. Sizni kuzatib turayotgan obunachilarimizga mana 100 mingdan 22 dan bo'ldi. 2 million 200 ming so'mdan ketaveradi. Aka, endi bitta gapda, Sara uzdan endi birinchi marta chiqishingiz kanalda mehmonisiz. Boshida arzon qo'yib beraman dedingiz, o'zingiz davoldim aka. Bo'ladigan qilib, menga qarang. Joningiz sog' bo'lsin Nuriddin. Bular 4 ta nimasi bor, 16 tasi, 15 tasi qo'chqar. Yo'q, qo'chqar bo'lgan aka, ikkinchi partiya, oxir partiya va bir yengil bo'ladi. Menga qarang, bo'ldi agar Sara uzdan chiqsa mana 2 million 150 ming yarashmaydi bunga. 50 ming yarashmaydi aka sizga. 21 dan baraka. 2 million 100 ming so'mdan ketaveradi. 2 million 100 ming so'mdan akalar, qo'chqar 16 ta dedingizmi? 16 ta qo'chqar. 16 bosh qo'chqar, 4 dona sog'liq. Ketaveradi akalar. Irg'achisi bor. 4 dona irg'achisi bor ekan. 2 million 100 ming so'mdan akalar aloqa chiqarsa, narxlama qilib chiqqan bo'lsa aloqa chiqarsa. Manzilimiz aka Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishloq Shov mahallasi deb Hamma echki sotilgan, shuni ham aytib o'tasiz. Echkini hozir qo'yib yuborishdi. Qo'yib berishdi. Mashallah. Boshlashdi bu. Ha, oyatlar echki sotilmaydi. Qiziqqanlar bo'lsa akalar, xotirjam aloqa chiqardi. 25 soat telefonimiz ishlaydi. Nuriddin xudo xolasa. 24 soat oldi. 4 soat aloqadamiz. Bir dona oladigan pensionerni yig'ib tahlab qo'ysa, o'g'lim telefon qilib bitta so'g'li, bitta qo'chqar jo'nat deysa, aytilgan narxlar muhim emas. Sarayuzdan chiqdim deysa, yana ozginadan xayr qilib beraman dedi. Xayrni qilib berasiz. Xotirjam telefon qilish olsin. Jonim sog' bo'lsa akalar, narxlar tushgan bo'lsa, xotirjam aloqa chiqarasiz.